yer 1460 metr balandligi bu yer. Bu endi tepadan tushishda pasatka bu yerdan yana hozir pastga tushiladi ozgina. %460 metr balandlik. Yana bu yog'i ozgina pastga qarab tushamiz yana. Bunisi juda uzoq yo'l bu. Juda uzoq vaqt yuradi. Necha minutda tushdim sizlarga aytib o'taman. Hozir soatni ko'rsataman. Sizlarga aytaman. 12 minutda tushibman. Mana bu chiqib oldik. Bu yerda ham kafe bor. Qandaydir zimniy qishki va yozgi. Yana vodopad bor bu yerda. Har xil salqinda dam olish joylari bor. Yozda albatta tomoshagohlar bor. Hop, endi yana pastga qarab ketdik. 960 metr. 960 metrga uchamiz endi bu yerda. Texnikalar bular. Endi bularni chang'i uchuvchilarning yo'lagini tozalash uchun, tekizlash uchun texnikalar shunaqa. Shu yerda turar ekan bularning garaj. Hop. Mana bunaqangi manzara. Mana bu yo'lak endi shu lejachilarda trassasi. Trassa bekildi tepadan. Hozir oxirgi odamlarni tushiryapti. Bular tushib bo'lgandan keyin uje bekildi. U yerdan odam qo'ymayapti uje. Mana bu yer o'rtoqlar 960 metr balandlik deb shu yerda aytadi. Boyagi tepadan ko'rsatgan joyim yaqinlashtirib. Mana shu yer bo'ladi mana. Hop. Bu yerda detskiy yoshlar, bolalar uchun plashatkasi mana. Bolalar uchun. Shularni o'rganish uchun shularga maxsus qilingan. Bu yerda o'rganadi, keyin tepaga chiqib o'zlari uchishlari mumkin, mustaqil shu yerda o'rgatadi. dan mana yana sizlarga tushuntiraman. 960 metr balandlik bu yer bo'lsa, bu yerdan yana pastga 540 metr pastlikka tushiladi.
Dal shu adlerga qarab ketadi. Dengiz sathidan balandlik hisoblanadi. 540 metr pastga. Shular. Joylari. Bu ovoz qayerdan kelyapti, nima tarixlayapti degan savollarga javob berish mumkin. Bu arava. Musorli arava. Ham bo'ladi yashik. Faqat musorga ishlatilmaydi hozir bizda bu. Pastga tushdim. Bizni kafega, hozir kafega ishga kelganman. Bir kunga bir tanishim iltimos qilib yordam ber. Odam ko'p ulgurmayapmiz deb chaqirdi. Bir kunga ishga kelganman. Shilanka olib chiqishim kerak. Trubka deydi. Napitka ichadigan bilsanglar aka. So'k napitka. Bu narsa ichimlik ichadigan shilanka bo'ladi. Maxsus. O'shanaqa kelgan bizga endi tepaga mashina chiqa olmaydi dashi. Mana bu yerga skelatga tushirilgan. O'sha skelatdan olib chiqishim kerak. 2 ta 3 ta korobkada. O'shaning uchun shunda olib chiqaman, osonroq. Boshqa telega yo'q. Shunga solib olib chiqaman. O'shani sudrab tushaman. Mana o'ylamaylar, demak sudrab ketyapti ekan. Shunaqa gaplar. Paytlar mana bu Novatel Kongress deydi. Mana bu gazetda ishlaganman. Yozda. Videosi ham bor, albatta. YouTube kanaliga joylashtirganmanmi, yo'qmi, esimda yo'q.